Assalomu alaykum, universal oshxonaga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan juda ham mazali, paxtadek yumshoq chiqadigan, ko'rinishi ham juda ham chiroyli, shiringina buloshkalarni tayyorlaymiz. Buni ko'rgan odam yemasdan qolmaydi. Idishimizga iliq sut solib olamiz hamda shakar. Shakari erib ketguncha yaxshilab aralashtirib olamiz. Endi 1 choy qoshiqda vanilin shakarini hamda 1 osh qoshiqda dro'jja solib, ustini yopib 10 minutga qo'yib qo'yamiz. 10 minutdan keyin ustini ochib, venchikda yaxshilab aralashtirib tashlaymiz. 2 ta xona haroratida turgan tuxum hamda eritilgan 70 gram sariyog'ni solib olamiz ustiga. Bularni ham bir xil bo'lgunicha, tuxum yaxshi aralashib ketgunicha yaxshilab aralashtirib olishimiz kerak. Ustidan endi unimizni oz-ozdan elab solamiz. 600-650 gram atrofida un ketadi. Xamir juda ham yumshoqqina bo'lishi kerak. Avval venchik yordamida xuddi shunaqa qilib, atala qilib tayyorlab olamiz. Keyin yana qolgan unimizni solib, lopatka yordamida xamir qoramiz. Bunaqa oz-ozdan xamir solib qilinganda hamma bulochkani sirishida juda ham yumshoq chiqadi. Hamda mazali chiqadi. Birdan uni ko'p solishinglarni tavsiya qilmayman. Endi yana qolgan unlarimizni oz-ozdan solib, qo'limizda xamir qorishishni davom ettiramiz. Xamirni yaxshilab mushlaymiz. Qo'limizga ozgina yopishadi, ozginagina o'simlik yog'idan surib yaxshilab ishlov berish kerak xamirga. Qanchalik xamir yaxshi ishlov berilsa, shunchalik silliq, chiroyli xamir bo'ladi. Mana yumshoqqina xamir bo'ladi. Endi ustini salofan paket bilan yopib yoki strech salofan bilan yaxshilab yopamiz. Havo kirishi kerak emas. Chetlarini yaxshilab yopib, ustiga sochuv yopib, issiq joyga 1 soatga oshirishga qo'yamiz. Hozir issiq kun bo'lgani uchun juda ham tez oshib chiqadi. Mana oshib chiqdi xamir. Ustidan salofanlarni olib tashlaymiz. Mana ko'rganingizda juda ham oppoq, yumshoq xamir bo'ladi. Xamirimizni olib teng 2 ga bo'lib olamiz avvaliga. Shunda bo'lishimiz oson bo'ladi, teng qilib. Endi bularni ham 10 ta qilib kesib olamiz. Agar kichikroq tayyorlamoqchi bo'lsanglar, 12 ta chiqarsanglar ham bo'ladi. Men katta-katta bulochka tayyorladim. Bo'lgan xamirlarimizdan zuvolachalar yasab olamiz hamda ustini yaxshilab salofan bilan bekitib qo'yamiz. Qanzib qoladi agar bekitmasanglar. Ustiga sochuv yopib, bir chekkaga olib, birinchi yasagan zuvalamizdan bulochka tayyorlashni boshlaymiz. Qo'limiz bilan yoyamiz xamirni, hech qanaqa jova ishlatmaymiz. Xamir yumshoq, mayin bo'lgani uchun tezgina yoyilib ketadi. Orasiga qaynatib quyultirilgan varilniy sug'ushonka solamiz. Hamda sekin-sekin xuddi shunaqa qilib ko'rganinglardek o'rab chiqamiz. Chekkalarni yaxshilab chimchilab yopish kerak. Ichidagi nachinkasi oqib chiqib ketmasligi uchun ikkita tomonni ham yaxshilab chimchilab yopib qo'yamiz. Stolimizni ozgina yog'lab, qo'limizni ham nomiga yog'lab, xamirimizni yoyamiz. Juda ham ko'p yog'lab olmanglar, ozgina yog'lasanglar yetadi. Tez yoyiladi xamir, yumshoq bo'lgani uchun juda ham mayin xamir bo'ladi. Ichiga varilniy sug'ushonkani solamiz. Albatta faqatgina shu nachinka bo'lish shart emas. O'rniga tvorog yoki shokoladli pastalardan foydalansanglar bo'ladi bemalol. Chekkalarini yopib, bemalol aylantiramiz. Orqasini yaxshilab chimchilab yopishtirishimiz kerak. Ikkita tomonini ham yaxshilab bekitamiz. Ichidagi nachinka chiqib ketmasligi uchun. Hammasini xuddi shunaqa yasab, ustiga salofan yopib, oshirishga yana 10-15 minutga qo'yib qo'yamiz. 10-15 minutdan keyin ustini ochamiz. Tez oshib chiqadi. Bu albatta xonanglarning issiq sovuqligiga ham bog'liq. Endi 2 ta tuxum sarig'iga yarim choy qoshiqda vanilin shakarini solib yaxshilab aralashtirib tashlaymiz hamda tayyor bulochkalarimizni ustiga surib chiqamiz. Hamma yog'iga bir tekis qilib surishga harakat qilinglar. Shunda bir tekis qizarib, chiroyli bo'lib chiqadi. Endi ustiga glazurni tayyorlaymiz. Unga oz-ozdan suvni solib, yaxshilab aralashtirib tayyorlab olamiz.
Suvi birdan ko'p sovurmanglar, suyulib ketadi. Kichkina venchiyit bo'lsa tezroq tayyor bo'ladi. Qopchaga solib ustiga xuddi shunaqa qilib chizib chiqamiz. Menda ham ozgina suyuqqa o'xshadi. Glazur xuddi shunaqa surganinglarda bulchkani ustida turishi kerak, oqib ketishi kerak emas hech qayoqqa. Qolganlariga ham xuddi shunaqa qilib surib chiqamiz, chizib. Aytganimdek, glazur o'zini formasini ushlab tursa, demak glazurimiz tayyor bo'ladi. Hamma yoqqa oqib ketishi kerak emas. Mana oxirgisiga ham chizib oldim. Bu orada duxovkamizni albatta qizdirib qo'ygan bo'lishimiz kerak. Qizib turgan duxovkamizda 180-200 darajada 20-25 minut pishirib olamiz. Yana albatta o'zingizlarning duxovkangizga qaraysizlar qanaqa olovda pishirishini. Qip-qizil bo'lganda duxovkamizdan olamiz. Mana shunaqa chiroyli bo'lib, qip-qizil bo'lib pishadi. Ko'rganinglardek ko'rinishi ham juda ham chiroyli, katta bulchka bo'ladi. Endi buni issiqligida ustiga sariyog' surib olamiz. Yoki ustiga sirop sursanglar ham bo'ladi. Mana chiroyli bo'lib yaltirab turadi orqalari. Ko'rinishi ham juda ham chiroyli hamda mazasi ham juda ham o'zgacha shirin bo'ladi. Xamirlari juda ham paxtadek yumshoq. Yengil bo'lib chiqadi, xamir yumshoq bo'lgani uchun. Ko'rinishi ham ishtaha ochar. Bosganinglarda orqaga qaytib o'z holiga keladigan yumshoq vazdushniy xamir bo'ladi. Hozir mana ichlarini ham ochib ko'rsataman. Ertasi kuniga ham bu bulchka yumshoqligini yo'qotmaydi. Mana ichlari ham juda ham yumshoq, mazali. Mana bosganda ham orqasiga qaytib keladi. Paxtadek yumshoq, mazali. Albatta tayyorlab ko'rishinglarni hammangizga tavsiya qilaman. Instagram, Telegram kanallarimda obuna bo'lishni unutmanglar. Bu video yoqqan bo'lsa, albatta like bosishni unutmanglar. Fikringlarni kommentariyada yozib qoldiringlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog', salomat bo'linglar.